Rossiyaga ish zamoncha bo'ldi, qarindoshlarim qarz so'ramasdan oldin buni srochna bankka qo'yishim kerak. Ha qo'shni, Rossiyadan rasoy chiqib keldimi? Soqqan bosib keldim, qanaqa rasum chiqdi? O'z bankka ketaman 150 million pulni 21% dan qo'yaman. Har oy 2 million 650 mingdan berar ekan. Siz balon bilasizmi? Pulni ishlatibsiz, miyani ishlatmabsiz-da qo'shni. Bu qarz so'rashning yangi usulimi? Baribir bermayman, bu pullarni bankka qo'yaman qo'shni. To'xtang. 150 million pulni bankka qo'yib, oyiga 2 million 650 olgancha menga o'xshab, mana quyosh panel qo'ying. Oyiga 10 milliongacha pul ham olasiz, uyingizga to'k beplan bo'ladi. Qalaysiz ishlating Yo'q, bana bo'yaka, mana aytdim, uylar remonti dahshat, yevropeyskiy moshinchalar, rossiya. O'sha quyosh panelni qayerdan qo'ygansiz? Aytavering. Ha qo'shni, qanday bo'ldi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bular texnik shartlari, quyosh paneli hamma hujjatlarni o'zi qilib berar ekan. Aksiya yo'qdimi sizga? Aksiya voобще dahshat, hech qanday eshitmaydim. 10 kilovatlik 35 million, 50 kilovatlik 150 million. Pulni-chi, pulni nimaga olib chiqdi? Hay, bular puli kamlar uchun через kredit, через bank qilib berar ekan. Endi pulni nima qilasiz? Hay, men bu pulni bankka qo'yaman, 21%lik pul olaman, undan ham. Bu yo'q qiziq bo'ldi-ku. Sizlarga sifatli quyosh panellar kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga bemalol telefon qilinglar. Ha, shu raqamdan telefon qilinglar. Mendan qarz so'ramanglar, baribir bermayman, bankka qo'yaman.